Yunusobod tumani zo'r lokatsiyalaridan bittasida 4-kvartalga kelganmiz. Shundoq billur to'yxonasi ko'rishingiz mumkin. Mana shundoq billur to'yxonasini orqa tarafida joylashgan domimiz. Joylashgan joyi zo'r. 3 xonali, 2-qavatda joylashgan 4 qavatli domimiz, g'ishtli bo'ladi bu domimiz. Umumiy maydoni 70 kvadratdan iborat, remontlari yaxshi remont qilingan va mebel texnikalar bilan sotilyapti. Narxi juda ham sro'sh narx o'rtoqlar, 89500 qo'yilgan. Ipoteka qilib olsanglar ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyalar 3 xona qidirayotgan tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bossangiz esingizdan chiqmasin va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizdan to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Главный вход, подъездdan kirish eshigimizda kattagina prixoshkamiz bo'ladi. Sraz chap qo'limizda kattagina spalniy xonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Spalniy xonamiz ham juda ham sifatli remont qilingan. Bu yoqda ikkinchi spalniy xonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Bu yoqda mana zal xonamiz, zalimiz ham anchagina katta va juda ham sifatli remont qilingan. Bunaqa chiroyli oynalar qo'yilgan. Bu yoq tomondan balkonga chiqsanglar ham bo'ladi va bu yoq tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Sanuzilimiz, sanuzil совмещенный bo'ladi mana. Kirmoshinaga joylar qo'yib bitirgan. Hop, bu yoq tomon kuxonniy zonamiz mana. Kuxonniy zonamizda ham kerakli bo'lgan hamma aksessuarlar bor. Bu yoq tomon mana balkonniy zonamizda ko'rishingiz mumkin. Balkonimiz ham 2 ga 6 bo'ladi. Akfaromlar, rushotkalari hammasi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan shunaqa qidirayotgan tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bossangiz esingizdan chiqmasin. Uning uchun sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.